Ben Almatov Javlon 1990-yil Qashqadaryo viloyatida tavallud topganman. Hozirda Qarshi shahar ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabida katta o'qituvchi yo'nalishida ish faoliyatimni yuritaman. Musiqadan qiziqish menda o'zi aslida yoshlikdan paydo bo'lgan. Buni menda shakllantirgan inson birinchi ustozim o'zim akam. Shu meni qo'limdan yetaklab olib borib mana shu galerga o'qishimda ham sababchi bo'lgan insonlar. Xush kelibsiz. Kayfiyat qanaqa sizda? Kayfiyat a'lo. Kayfiyat a'lo, shakar. Hammasi yaxshi. Endi kulgi bor, zo'r. Kimlar bilan keldingiz? Tanishtiring. Yaqinlarim bular akam, Jamshid akam, Dostonbek. Sal esladingiz ismini? Ha. Sal esladim. Doston. Dostonbek nima ish qilasiz? Biz ham san'at ichidamiz, birga Giler muzika litseyda o'qiganmiz. Siz ham musiqa yo'nalishi. Ko'p yillardan beri aytib turamiz, chiqing deb, san'at bor-u, qanaqadir g'ayrat yo'q akada. Bir so'z bilan aytganda majburlab olib kelyapsizlar, menimcha. Chiqishing kerak deb majburlab olib kelyapsizlar. Boya men ko'rdim bitta ishtirokchida majburlab yaqinlarini olib kelgan, menga muxlislik qilib turasizlar deb, sizlar majburlab ishtirokchini olib kelyapsizlar endi. O'zi Oldindan bu loyiha haqida qiziqib yurardim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra o'tgan sonlarida nasib qilmadi. Bu safargisiga endi ariza berdim. Kastingda qatnashdik. Bugun aytadigan qo'shig'ingizni qanchadan bir aytyapsiz? Qanchadan bir aytib beraman? Qanchadan bir aytyapsiz? Begona qo'shiq emas. Yo'q, o'zimga yaqin. Bo'ldi. Demak, umuman hayajonlanish kerak emas. Shunchaki chiqib doim aytib yurgan, qo'shig'ingiz doim qilib yurgan ishingiz yana bir marta shuni bajarib berish kerak bo'ldi. Biz bu yoqda yaqinlaringiz bilan, ukangiz Doston bilan mana mazgina esladim ekan. Bu yoqda sizni qo'llab-quvvatlab turamiz, undan xavotir olmang. Omad. Orzularimni bittasiga yetdim deb o'ylayman. Mana shu ovozda qatnashish meni orzuyim edi. Xo'sh. Hozir aktiv qoldi. Gözlerin beni benden alan, seslerin ardından ulu bakan, sözlerin beni benden çalan, bir nehir misali kalbime akan. Asla vazgeçemem senden, asla olamam ben sensiz, yapamam kimsesiz. Asla vazgeçemem senden, asla olamam ben sensiz, yapamam sevgisiz. Assalomu alaykum. Anladım. Yondi meniki. Tanladingizmi? Ha, tanladim. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Men Almatov Javlon Qashqadaryodan Giler akademik litseyda, so'ngra konservatoriyada, hozirda Qashqadaryo Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat va san'at maktabida o'qituvchilik faoliyat yuritaman, ishlayman. Nimadan dars berasiz? An'anaviy xonandalik. Endi an'anaviy xonandalikdan dars berar ekansiz. Bu Turetskiy ashulani tanlash o'zingiz tanladingizmi? Albatta o'zim tanladim. Endi akalarimiz yordamlari bilan. Kimni ijrosini eshitib tanladingiz?
Bu Tarkanning ashulasi, keyin cover bo'lgan bitta bola aytgan ekan. O'sha Yana yo'lda Kibariya degan juda ham bir kuchli turk xonandasi ijro etgan, uni eshitmaganmisiz? Yo'q, Kibariya. Bir eshitib ko'ring. An'anaviy bir shingil qisqagina. Qani? Seni leyli ranavdiyak ajoyib dilrabodirlar Bani Majnun Şeydavdiyak kuyingda bir gadavdirlar Borib so'rdim tabiblardan bu dardimga davo bormi? Yashang. Shundan boshlaganingizda men masalan 10 marta aylanardim. Adashmanman. Ovozingizni imkoniyatlari bor. Imkoniyatlari juda ham kuchli, lekin meni nazarimda boyagi ijro etgan turkcha qo'shig'ingizdan ko'ra hozirgi parcha ko'proq chiqarib berdi. O'sha imkoniyatlarni ko'rsatib berdi. Qarang, mana repertuar tanlash juda katta bir ilm ekan. Omad yor bo'lsin, mana tanlashni baribir yaxshi ham shu ukaxonimiz. Komandamizga xush kelibsiz. Ana. Har seni. Tabriklaymiz. Ijodiy omad hamisha yor bo'lsin. G'alabalar bor. Tabriklaymiz, sog' bo'ling. Men hozir aytaman qeri ketganlarini, lekin aytma dedilar. Keling. Nimalar his qildingiz? Qanaqa bo'ldi? Nima deysiz o'zingiz? hayajon bo'ldi. O'zim xohlagandek ijro qilolmadim degan xayol bor. Lekin bitta narsa bilan tabriklasa bo'ladi. Siz ko'ngildagidek ijro etishga imkoniyatingiz bo'ladi oldinda. Siz ovozdasiz. So'ragan odamingiz to'yi bor ekan, xizmat qilib ketdi.